Qiynanama yoqamda o'ngshab qo'ygan, men do'yinga chiqmay bugun chiroyliroq bo'lib, dablama qiynanamga yoqlarimni o'ngshitiblar. Bugun do'yinga kelib oldim qizlar shuni bilan. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch kelin Yesardan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Taranch kelin, Paranch kelin deb qiziq paranlarimni akilaman mandaq. Matxum chiqib xime jo'rayli jumo balam deb mush qiynanam bir ximega buyurgan temini ma'qul deb qiynanamni tuxumga kirgizib o'tib jo'ray beribdim men. Shundan bilan qiynanam chiqib, "Ey, tuxum chaqimiz ma ximega. Ma qizga bugun yana nima bo'ldi? Saqmoya" deb tulavotdi. Ma qiynanamning meni saqmoya deb tilig'ini qancha kun bo'ldi ballar, xil oldi meni menda tillatqini. Qachonmi bu qiynanamdan tilanglamay bir ishlarni qilgan bo'lamay menmi? Shunda qilib bosh bunidil qiynanamning tilini anglashni boshlab, yana nima bo'lgandi deb beshimni qashlab, ishlarning yerimini qilib, yerimini tashlab degandek mush ximeni jug'urib tamoq etishni boshlab ketdim qizlar. Cho'ng ey deb burkumi demamay tamoq etamdi qo'y bu cho'ng ey deganda. Ey be oshqozimiz bir kuni menda choy pay, mendaq bir bozorning tamoqlari yeydigan ko'nmamda qiynana. Ey biz kesh uyda tamoqlarni itamdi, qanday menda bir kun dam olsa qilmamdi deb boshladi desam, men bu dam olavermay balam. Sizning bolalaringiz borda, sizning qoniyangiz borda, ayringizning qoni borda deydi. Elimi gal deb ism qo'yibdik bu qonimizga, qo'sqimizga. Ammo ishtek degan bo'lsa, opet o'kitib turganda ballar bir kunda 5 vaqt tamoq etib. Mush rasketni qilsam nurg'un do'stlarimiz men mush go'shtni qiyma qilish mashinasida ritli qilib bersangiz mamda deydi. Mush haq choynab bergandek bo'lib qolarga ballar. Men bu qilib baxtim. Faqat ta'min qabul qilolmadim. Men bu qiynanamning keldi emasmi? Taranch o'g'andan keyin ay o'zimiz ash qo'limizni mashta chayda bilan to'g'ag'inimiz boshqa chiqdi deydiga deyman. Ammo qiynanam bugun mush dangshidilla bosh ko'tarmayapti qaranglar. Bugun bir Yaponning kinosini boshlayapti-ki, rolga kirishib ketdi. Hozir opam naq maydonda hozir burunqi davrga ketdi. Moni qiynanam mat ximay qarang dangshiga qarmay, bu tamoq qachon pishidi desam degan men qora emas. Aqarang. Qiynanam ko'z oldiga dangshi degani ballar, voy, men gap qilyapamdim, o'nglimidi. Hozir men o'zi uyda o'g'an bilan men opamning mingisi ketib bo'ldi burunqi davrga. Men qo'lidagi narsa nima deb moshtal yiqilib qarsam nima deb qo'yinglar. Bodilkining og'ziga qaranglar, men ta'min ko'ringlarmi? Yo'q araqli bodilkining og'zidan birini tepib kiribdi, mana mashina qilib birdan dechiyapti jilti deganda. Yey, men qiynanamning ta'min desam, manda ratib chiqdi balam, birisi o'ng, birisi cho'ng, birisi kichik bo'lib qolmaydi deydi. Endi bo'lasiz qiynana, unda o'z ishni boshlaylik deb men miyat yo'g'otishni boshladim. Opam ayada dangshiga qarab, ashni yanilamash dugultishga boshlab ketyapti. Opammish Yaponlarning kinosining davriga berib qoldi hozir. Bu tamoq qachon pisha bilmadim, jumotang aytib ketaman. Dushmanlik qilyapman miyadam. Opamning danshisidan oldin to'rab men qattiq yeyib ketparman deb butun vujudim bilan shu kasbiy holatda osh yeyotganligini ifodalab mishat oldin to'rab o'tdim. Bugun nima aytayotganimizni demabdiman ku qizlar sizlarga, o'zinglarni ko'rib oldinglar. Bugun qiynanam yo'ldishim eng yaxshi ko'rgan tamoqlardan biri bo'lgan petermantni aytyapmiz. Bir kuni bir oshxonaga beribmish petermant yeb qoldim, ballar go'z soldimi, piyozmi men bilmadim. Piyozni qilib etgan o'xshaydi. Hayotimda yegan petermantlarning oxirgisi shu bo'lib qopti. Oshxon didordan petermant yeb boqmabdi men. Oshqozimda yerim kun piyozni o'ynatdim. Güp yiq piyozdan farqi. Ey bu petermantni piyoz debdimi, go'sht debdimi dedim. Shu kunda bir chiqib ketibdi menga piyozdan. Mush petermantni piyozdan debdim. Shu kundan tortib petermantning yiniga yiqi yo'llamaydim. Bugun opam bilan dodam qattiq petermant etayli degandeklik qilib qoldik. Voy bo'ptilar, mushlar yaxshi ko'rganki o'tayveraylar. Men o'zim choy istam bo'ldi deblam. Mush petermant etib ketib bormizda ballar. Endi men manti tukich ozroq g'aybab qo'yamsak bo'lmaydi. Qanat sanglam bajinim qizlar. Shunda qilib jirib buni cheqib qutidan bir kun o'tibdi. Men bichar qiynanam choy isab qo'yibdi ichiga. Voy opa qattiq xopimang, men atiyalik sizga birni agab beray deb kechirim so'rab men atgan choy ichishni boshlab ketdim. Ey bu atgan choy ichishni bilmaymi deb qizlar. Choyni solsa, tuzni solsa, qaynoq suvni qo'yib qaynasanglar bo'ldi qizlar. 2-3 minut. 3 minutdan 5 minut ras. Oshda bir qaynatib etgandan anandan toz payzi qaymoq tutgan sutdan birini akilib quyvarsanglar bo'ldi. Mani qiynanam yo'llamanglarchimi? Mani og'zini yeb qo'yib qaynatib elibdi. Ben tishlarga chiqib ketibdi. Men o qaranglar qaynab. Qiynanam ko'git chaqqan qilib olib yesar deb buyruq tushdi o'zimdan shuninglar Alloh shomlarni siz o'tgan choyni yetib oldim qaranglar. Men ko'rning teshik chiqib ketibdi halqa. Ish topmay chatoq chiqamay film tatay desam chatoq chiqib ketbag'ini qaranglar. Bir kun butun zehnimizda dangshiga berib o'tib aytgan tamoqimiz qandaroq bo'ldi kim tam bilmadim ballar rangidan xil chiroyli turdi. Shunda qilib jopa tatib bu tamoqni etibdiman. Qiynanamning zo'lishi bilan bir tal petermant yeyaptiman. Ondan aytgan chiyimni ichib, mana sizlarga hozir film kesib o'tiribdiman. Ovoz berib jinim qizlar bilan mingdasam qisam gaplarim tugamaydi jinim qizlar birdamda oxirlashmay so'gan so'rin yo'q deb mana bugungi vlogim ishada oxirlashi oldi turmoqda. Ems xayr xo'sh at ko'rishaylik.